Ogoh bo'ling, yana bir dahshatli fojia ro'y berdi. Sirdaryoda avtobus 3 ta yengil avtomobil bilan to'qnashdi. Bugun, ya'ni 1 aprel kuni Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanida yo'lovchi tashuvchi avtobus 3 ta mashina bilan to'qnashib ketgan. Bu haqida viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 16:15lar atrofida Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani Ahillik mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi M39 avtomobil yo'lining 925-kilometrida Termiz-Toshkent yo'nalishida Nexia, Matiz va Cobalt rusumli yengil avtomobillar hamda Yuting rusumli avtobus ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Qayd etilishicha, yo'l transport hodisasi oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Hodisa joyida yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent viloyatida Howo Zil Cobalt va Nexia rusumli avtomobillar o'rtasida yo'l transport hodisasi yuz berganda. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida harakat ishtirokchilari Sirg'aliga ziyon yetmagan transport vositalari texnik shikastlangan.